Ayting bo'ldi bizga. 13,5 qo'ying. 10 million qo'yaylik aka. Yo'q, Qarang, 10 million. sotadigan qilib ayting bo'ldi. Mana turishi kerak emas. 20 million ichida bo'ladi, turadi. Sotadigan qilib ayting. Motor hadoylari qanday? Hadovoyda hozir ishi bor. Motori zo'rmi? Ha? Sal bo'g'ilda kelishdan ancha vaqt turib qolgan. Bu ochilmaydimi eshiklari? To'rtta ballonlari o'rta holatda laboniki qo'yilgan ekan. Gazi nima buni aka? Ana ruli ham bor ekan, ha? Lyuks qilinganmi bu? O'z zavodskiyanmi shunaqa? Ishlaydimi oynalari? Oynalar ishlamayapti, yo'q. Oynalar chiqib tushmaydimi? Elektrikka ko'rsatish kerak deblar. O'tin qani operator? Bu nima say? Yo'q, yo'g'ini taxlash kerak. Propan gazda ekan. Motori yaxshi, to'g'rimi? Hadovoyda ishi bormi? Hadovoyda motorda ham hozirroq bo'g'ilda kelishdan ancha vaqt turib Yo'q, moy yetdimi? Yo'q, moy yemaydi. Motor moy yemaydi, korobkalar yaxshi, ha? Yilinichi 98. nech pulga beramiz? 13,5 qo'ying. Qarang, 13 million qo'yamiz. Yaxshi inson bo'lsa 20 ga biroma o't berasiz, xo'pmi? Qo'ying. Bo'ldimi?